Yer shari garchi bizning o'rtaq makonimiz bo'lsa-mu, lekin yanala nurg'un joylarni biz payqab bo'lolmadik. Uning ustiga ularning maxfiyatligini biz tadqiq qilib bo'lolmaymiz. Shuning bugun Sinchaqning siz uchun tayyorlagan temasi kishini eng hayron qoldirgan 5 sirliq joy. Kabilkaya qabrisi. Turkiya isridagi bir egiz tog'da bir sirliq eshik bor. U xuddi taqqa o'yib qo'yilgandek ko'rinadi. Lekin u bir amaliy kirish eg'iz bo'lib, bu kirish eg'izi bir qabrga tutishadi. Olimlar tadqiqotga asosan qabr eshigining Yunon davrida yasalganligini faraz qila oladi. Lekin ichiga qanday odamning dafn qilinganligini bilgil bo'lmaydi. Hozir bu qabrga Kabilkaya qabrisi deb nom qo'yilgan bo'lib, garchi eshikda o'yilgan ipuch bo'lsa-mu, lekin bu qabr uchun o'yilgan yoki o'yilmaganlikqa hukm qilib bo'lmaydi. Mumiya 1980-yili bir necha yosh kasbchi tasodifiy bir g'alit mumiyani payqab qoldi. Bu mumiya tuproq ichida emas, balki daraxt qo'ldi. Qarmoqqa ishning mumiyasida qildi. Aloqador xodimlarning tadqiqotiga asosan bu ish daraxt qo'lda oz deganda 20 yil turgan ekan. Uning ustiga ishning tarkibini tadqiq qilgandan keyin bu ishning aslida 1960-yillardagi bir ov ish ekanligini bilgan. Ayni chog'da tiyin deganda hayvonlarni qo'g'dash uchun daraxt kamiriga yamshib chiqib, o'ylamagan yerdan qisilib qilib chiqolmagan bo'lishi mumkin. Hozir bu ishning mumiyasi muzeyga olib kelindi. Albatta, yanla daraxt qo'ldi holatni saqlab qolgan qiyofatda. Sirliq chirqirgan ovoz. Belizning o'rmonligining shikirsida chirqiraydigan o'nkur deb atilgan bir joy bor. Chunki bu yerdan pat-pat chirqirgan ovozlar anglab turdi. Keyin kishilar bu o'nkurdan 9566 odamning so'ngak parchalarini bayqagan. Kasbiy arxeologlarning tadqiqotiga asoslanganda bu jasad so'ngaklarining hammasi jamiyatning tuyan qatlamidagi 14 yosh atrofidagi bolalarning ekan. Shunga ular bu o'nkurni ayni vaqtda nazirchiroq faoliyatga ishlatilgan bo'lishi mumkin deb faraz qilgan. Texnik tafsiliy tadqiqotlarga asoslanganda bu o'nkur Maya madaniyat davrida ishlatilishga boshlangan. Mayaliklar ayni chog'da suv ilohiga nazirchilik qiladi. Bolalarni qurbon qilish badaliga yomg'ir tilaydi. Har qitim o'nkurga 3 bolni tashlaydi. Texnik qo'rqinchli bo'lgan yeri shuki, bu xil faoliyat hatto necha asr davomlashgan. Qaradi. 1951-yili ba'zi angliyalik sayohatchilar o'zining jumalangma cho'qqisiga chiqqanda qor odamning iznasini topganligini, hatto qor odamning chechiga erishganligini. Lekin 2014-yilga kelganda olimlar tadqiq qilish orqali mundaq hukm chiqardi. Ularning qarashicha qor odam balkim bir xil shalg'utlashtirilgan iyiq bo'lishi mumkin. Ya'ni shimol qutb iyiq bilan qo'ng'ir iyiqning birlashgandan paydo bo'lgan hayvon bo'lish ehtimolligi bor. Bu xil iyiq yanla Himalaya tog' tizmasi atrofida harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Chunki ular yana orqa-orqadan munosabatli so'ngak, teri, chish qatorliq isbotlarni topgan. Ammo qor odamning ishonchli isbotini olimlar hozirgacha istamadi. Chaqmoq o'nkur. Angliyaning o'rmonligida chaqmoq ilohi deb atilgan bir o'nkur bor. Bu o'nkur 1860-yillarda tezilgan. Ichida nurg'un yangi tosh qurollar davridan qolgan tosh qurollar va insonlarning iskeleti bor. Uningdan boshqa arxeologlar yana nasl qurib ketgan iyiq turini bayqagan. Garchi bu yerda bir odam qolmagan bo'lsa-mu, yana bir xil surlik tus kelgan. Tarixdagi bir mezgilda Diruiylar yana bu o'nkurdan foydalanib g'ayri dindiklar marosim o'tkazdi. Har qitim guldirmamli qavarayda u yerda qo'nib qolgan odamlar g'oyat zo'r portlash ovozini anglaydi. Bu ovozlar tog' jinslari orasidan anglandi. Orqalar o'nkurdagi so'rni uzluksiz o'rlab ketdi. Texim qo'rqinchli shuki, o'nkurda yana sababsiz o't yondi. Hozirga qadar kishilar yana chaqmoq ilohi o'nkurda zot qanday maxfiyatli borligini bilolmagan. Sinchaqning mazmunlarini yoqtirgan bo'lsangiz, yulduz belgisini besib qo'llab qo'yishni unutmang. Bizni qo'shib yo'ling.